Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada size ediyoruz. Leksiyeni başlaştım burun bu işe kız gap kılaydı. 3 gün içinde vaziyet şundak özgerdi, tesadüf özgerdi ve ciddilik bilen özgerdi. Biz bu vaziyetlerini vaxtada xabar qilish kechikdik. Biroq bu jarayonni sizlarga ma'lum qilmasak, sizlarni burunda xabardor qilmasak bo'lmaydi, hurmatli vatandoshim. Şuna men tayyorlagan materiallarim asosida 3 kunlik vaziyat ichida. Eng oxirgisi 5'ida Prezident Trumpning Çavuşan yani Kim Jong-un bilan o'tkazgan suhbatini bekor qilganligi eng oxirgi leksiyamizda oxirgi kelganda bugun latin kelgan xabarda hozir Koreya, Amerika, Çavuşan 3 tarafning suhbat quradiganligi va Çavuşan yerim oralida teshikni ishga oshirdiganligi, lekin oradan Jong'unning tepib chiqarilganligidan iborat xabar. Mo'shu jarayondagi 3 kunlik vaziyat to'g'risida vatandoshlarga so'zlaymiz. Birinchi mavzu. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbati susishib qoldi. Prezident Trump Çavuşanni ogohlantirib ahmoqlik qilma dedi. Mavzuli xabar 4-ayning 25-kuni Dunyo gazetida e'lon qilindi. Shu kuni Vanvitor betiga choplandi. Prezident Trump 5-ayning 24-kuni Çavuşanning yaqindan bir-iki so'z iboralari va dushmanligiga qarata 6-ayning 13-kuni Singapurda o'tkaziladigan suhbatni bekor qildi. Prezident Trump kelgusida suhbat o'tkazish mumkinligini chetga qoqmay, ya'ni Çavuşanni ogohlantirib, Amerikaning yadro qurollari zo'r dedi. Ve Çavuşanning ahmoqona qo'pol harakat qilmasligini ogohlantirdi. Amerika armiyasi taqobil turishga tayyorlanib qo'ydi deb ko'rsatdi. Biz boshda o'tgan so'zga leksiyamizda degan to'q, bunaqa Jungo qo'pollik bilan aralashdi. Masalan, olvosda qiladigan ishni qildi degan edik. Shu vaqtida Kim Jong-un, Çavuşanning rahbari Kim Jong-un suhbat qurishdan yenib olgan edi. Masalan, 5-ayning 16-kunidan boshlab. Hozir buningga Prezident Trumpning pozitsiyasi so'zlayapmiz. Prezident Trump qattiq maydonni ifodalab 10 soatdan keyin Çavuşan agentligi shu vaqt 25-kuni Çavuşan tashqi ishlar ministerligi birinchi muavin ministri Jin Guiguanning bayonotini e'lon qildi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Çavuşan davomliq mardlik va echivitilgan qiyofatda Amerikaga vaqt va fursat yaratib berdi. Biz Amerikaga yana bir qatam sharhlab tushuntiramizki, Çavuşan har qanday vaqtda, har qanday shaklda Amerika bilan birga o'tirib maslahat qilamiz. Jin Guiguan mundaq dedi: "Darvaqa bir ko'rishish bilan hamma masala hal bo'lib ketmaydi. Lekin Amerika astoydil o'ylab beqishi lozim, tadrijiy ilgirlash. Birdan masala qilsak, munosabatlarimiz hozirgidan yaxshi bo'ladi, yomonlashib ketmaydi." Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbati buzilsa, Jungoga foydaliqmi yoki bo'linish texmi kuchaytamdi? Mavzuli xabar 5-ayning 25-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu ikkinchi xabarimiz, hurmatli vatandoshim. Tahlilchilar mundaq hisoblaydi. Suhbat buzilsa, Jungoning Çavuşan masalasidagi ta'sir kuchini oshirib, Jungoni unumli o'ringa ko'tardi. Yana boshqa tahlilchilar mundaq hisoblaydi. Jungo Prezident Trumpning kaynida qalayma-qallashtirguchi deb qaralganlikdan suhbat buzilsa, Amerika-Jungo munosabati texmi yomonlashib ketadi. Johns Hopkins Universitetining tadqiqotchisi Los Angeles vaqt gazetining Beijing turishliq muxbiri James Mann mundaq hisobladi. Xi Jinpingga nisbatan aytganda foydali bo'ladigan suhbatning kechiktirilishi emas. Balki suhbat qancha uzunga so'zilsa shuncha yaxshi. Yana boshqa tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Trump Jungoning raisi Xi Jinping orqasida turib, vaziyatni qalayma-qallashtirdi deb qaraganlikdan bu qatimqi suhbatning bekor qilinishi Amerika-Jungo o'rtasidagi munosabatni yomonlashtirib yetadi. Haftaning 2-kuni Prezident Trump Koreya prezidenti Moon Jae-in bilan ko'rishganda bundaq ko'rsatdi. Xi Jinping bilan Kim Jong-un
Jungo'nun Dalian portida görüşkenden keyin Çavuşellikning pozitsiyasida o'zgarish paydo bo'ldi. Men buningdan norozi bo'ldim. Yana prezident Trump masxara qilgandek mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping karta o'ynashga dunyo bo'yicha usta odam ekan. Maxsusdan yozuvchi John Jordan mundaq hisobladi. Jungo albatta orqada turib vaziyatni buzg'uchidir. Suhbat o'tkazishni bekor qilib 24 soatdan keyin prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Chavushan munosabatini asliga keltirdi. Yuqori darajaliklar suhbatini qaytadan o'rinlashtirishimiz mumkin. Balki dastlabda belgilangan vaqt 6-oyning 12-kuni suhbat o'tkazishimiz mumkin deb ko'rsatdi prezident Trump.